Sükut qilgan qutulur. Bu tilingni yiqqin. Yaxshi gap qilsin yoki sükut qilsin. Mana bular Payg'ambar alayhissalomning eg'izini boshqarib, uni yomonlik va aziyat bergich so'zlardan yig'ishga munosabatlik isil ko'rsatmalaridir. Chunki haqiqiy musulmon so'zi va harakati bilan musulmonlarga ziyon zahmat yetkazmagan odamdir. Shunlashqa aqli kamil kishi eg'izini yomon so'zlardan yig'adi. Chunki til nafsga o'xshaydi. Agar uni haqqa ishlatmasangiz, nohaq bilan mashg'ul bo'ladi. Tilni haqqa ishlatish deganlik Allohni yod etish, duo qilish, Qur'on tilovat qilish, yaxshilikni buyurib yomonlikdan to'sish, ilm o'rganish, Allohga da'vat qilish qatorliqlar. Bundaq bo'lmaganda g'ayvat, suxanchilik, yolg'on yovdaq so'z, behuda ishlarni tarqitish va Alloh nomidan ilmsiz qalayimqan gap qilish bilan mashg'ul bo'ladi. Bu ikkisining biri uchun savob, biri uchun jazo bor. Payg'ambar alayhissalom bu haqda mundaq deydi: Banda o'ylamayla Allohni mamnun qiladigan bir so'zni qilib qo'ydi. Bu so'z sababidan Alloh taolo uni bir qancha daraja yuqori ko'tardi. Yana bir banda parvasizlik bilan Alloh taoloni norozi qiladigan bir so'zni qilib qo'ydi. Bu so'z sababidan Alloh taolo uni do'zaxga tashlaydi. Buxoriy rivoyati. Eg'izdan chiqqan har so'z qiyomat kuni e'lon qilinishi uchun yezib xotirlanadi, to'planib saqlanadi. Yaxshi so'z bo'lsa ajr savobga erishadi, yomon so'z bo'lsa gunohkor bo'lib, azobga duchor bo'ladi. Alloh taolo bu haqda mundaq deydi: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. İnsan qandaq bir so'zni qilmasin, uning oldida hamon bir farishta hozir bo'lib, kuzatib turadi. Aqlli musulmon eg'iz xatoliqidan qattiq ehtiyot qiladi. Chunki eg'iz xatoligi qiyomat kuni nadomatga sabab bo'ladi. İnsanning qilgan yaxshi amallarining boshqalarning mizoniga qo'yilayotganligini ko'rganligi hasrati nima degan ig'ir, ha? Payg'ambar alayhissalom bu haqda mundaq deydi: Sizlar kimning yalangtosh ekanligini bilamsizlar? Sahobalar yalangtosh deb ichimizdagi pul meli yo'q odamni deymiz, dedi. Payg'ambar alayhissalom: Haqiqatan yalangtosh degan mening ummatimdan qiyomat kuni namoz, roza va zakat qatorliq amallar bilan hozir bo'lgan, lekin birini tillagan, biriga bo'htan chaplagan, birining melini yavalgan, birining nohaq qanini to'kkan, birini urgan bo'lib, qisasi yoki to'lam uchun yaxshiliklaridan uningga birib, buningga birib, yaxshiliklari tugab ketganda boshqalarning gunohini o'ziga yuklab olgan, shuning bilan do'zaxga tashlangan kishidir, dedi. Muslim rivoyati.